Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Mana biz qadimiy Chin, hozir Xitoy Xalq Respublikasi deb nomlanadigan ulkan bir mamlakatni Sian shahrida turibmiz. Mana ortimizda osmono'par binolar, zamonaviy sitilar. Bu xuddi bizning o'sha Samarqand sitilarini, Toshkent sitilarini eslatadi. Samarqandni ataylab tilga olayotganim sababi bu Sian shahri Samarqand bilan tengdosh shahar. Bir 3000 yillik, undan ham balki ko'proq yillarga egadir. Xo'sh, Xitoyning dastlabki birinchi poytaxt shahri bo'lgan, xuddi bizni Samarqanddek. Endi mana bu chiroyli manzaralarni ko'rsangiz, albatta havasingiz keladi. Lekin o'zimizning ona yurtimiz O'zbekiston, Toshkentimiz, Samarqandimiz bundan kam emas. Ko'ryapman hamma joyini. Xo'sh, meni o'zim mana hozir ortimizda ko'rinadi. Mana shu mehmonxonada turibman. Ana yozuvi ham ko'rinadi, bir narsa hotel deb yozib qo'yibdi. Ana shu. Endi mehmonxona atrofida juda bir chiroyli bir o'rmonday qilib mana shu yashil makon qilib qo'ygan. Bu yashil makon xatti-harakati O'zbekistonda ham izchil davom etyapti. Bizni ham yurtimiz xo'sh, dov-daraxtlar bilan yana ham go'zallashib boryapti. Azaldan bir jannat makon O'zbekistonimiz bor. Mana bu ortimizdagi osmono'par binolar mana hozir albatta taraqqiy etgan mamlakat ekanligini ko'rsatadi. Bu shahar ham, ya'ni Sian, bu yerda katta bir anjuman bo'lish arafasida. Anjumangacha bir 2-3 soat vaqtimiz bor ekan. Men o'zim erkin aylanib yuribman. Mana bu zinalardan tepaga chiqib keldim. Bir chiroyli syomka bo'lsin deb. Yurtim, senga she'r bitdim bugun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor, o'z yurtin butun. Olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchdi ko'p yiroq. Qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq. Bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim menim. O'zbekiston vatanim menim deb O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri Abdulla Oripov mana shu satrlari bitganda bizning O'zbekistonimiz, ko'hna va navqiron shaharlarimiz Siandek ko'hna shaharlar bilan har tomonlama bo'ylasha olishini nazarda tutgan. Xudo xolasa hali mavzularimiz davom etadi. Salomat bo'ling.